Kechasi qaroqchilar hujumiga duch keldik. 2-3 atrofida qulfni buzishga harakat qilishdi. Turib mashina zavat qilib signal bosgancha shuncha ishni qilib tashladi, yaramaslar. Yana plus mana bu narsani qulflab qo'yganman. Buni buzgan taqdirda ham ichkaridan qulflab qo'yaman. Yana menda luk yo'q, konditsioner bor, shuning uchun ham tepadan gaz taylashdi, ilojisi yo'q. Bular uxlatadigan gaz tashashadi, shofirni uxlatadi, keyin salonni ichini tozalab ketishadi. Kabinaga hujum qilinmasdan oldin tentni kesishgan. Mana tentni biram narsa olmaydigan narsa bo'lsa olib ketamiz deyishgan, yo'q. Metal bor ichida. Buni yaxshilab ko'rsatamiz. Ispaniya, Lyon atrofi A7 vobshe to'xtashga ilojisiz bo'lmay qoldi. O'g'rilar haddan ko'payib ketgan. Bak turib ketishadi, yukni o'marib ketishadi. Mana mendagi yuk. Turban qalinligini ko'ryapsizlarmi? O'shanday bo'lib qolgan Lyon atrofi. Ko'pchilik bilishadi buni, shofirlar, Yevropada ishlaydiganlar bilishadi. Lyon atrofiga to'xtash opasno bo'lib qolgan. Lekin vaqtingiz tugagandan keyin majbur to'xtaysiz, yura olmaysiz. Xudo asragani shu uchun. Takishda o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Allohga omonatsizlar. Kommentariyada navoda negativ yozib, ayniqsa Sancho senga taalluqli negativ yozma.